Ya. Onan! Onan! Oi! Oi! Oi, kayak kembang! Oi, dimakan apa? Oi! Oyi, İyi, bar. qachon o'laman? Voy o'lmasa. 30 40 yildan keyin sovuq savolga sovuq javob. Zilola, Ah, nima yegandi? kim? Mana Kecha opamgada to'y bo'lganda bir kosa sho'rva, bir kosa osh. Ketidan 4 somsa bilan ikkita g'ijduvoni kabobidan ham yedilar. Keyin norin 6 parakini qazisi bilan yana shirinliklar, bir kosa qimiz ham ichib yubordilar. bu o'kib qolibdi-ku. Bu hali hammasi emas. Qizim, oting nima? Nigora, Kimni qizisan? Lutfulla akani qizi.
Zilola. Ering tuzalishi uchun ozish kerak, Ozamiz, yugurish kerak, yuguramiz, ichmasligi kerak, ichmaymiz. parhez tutish kerak. Voy, tutamiz. Shoshmang Zilola. Norta aka. Mana buni mehmonxonaga berib qo'yasiz. qo'y. Ha, qo'y mayli, qo'y. Ma, choy ichamiz. Xonimlar va janoblar, har galgidek sizlar bilan bizning eng sevimli boshlovchingiz Oybek Mirzo. Sizlarga baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda e'tiboringizga Robertino Loretti ijrosidagi Es Sole Mio qo'shig'ini taklif etaman. SMSlarni qisqa 108 raqamiga jo'natsangiz ham bo'laveradi. Tinglang va orom oling. Che bella cosa pareggiare una rosa, una liesserena, dopo una tempesta, poi l'aria fresca, pareggiare una festa. Che bella cosa una giornata è sola. Ma è sola, più bella Aytsin o'lasan. Yur o'g'lim. Har kun shu ahvol. O'g'lim, men ishga borishim kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Darsga kirmayapti. Zoirjon, yaxshimisan? Qani yuroqqa? Per Bezuxov Andrey Balkonskiy bilan 2 soat suhbatlashdi. Keyin Bezuxov Anna Pavlovna Sherarni mehmonxonasiga bordi. Pier qayoqqa bordi? Qayoqqa Hech narsa yeyapsan-u? Yedim, oyi. Bu kitobni o'qigan ekansan. Yana o'qing deysan, menga buyruq berasan. Bu nima degan gap, baraka topkur? Juda bo'lmasa bolalarning kallasida nimadir qoladi. O'qing, bular ham eshitsin. Voy oyi, eshitdik bo'ldi, eshitdik. Ana Pavlona Sherarni men ham bilaman. U kampir shoh qo'shmachi bo'lgan. Chunki yoshligida suvi oyoq bo'lgan o'lgur. Doim uyiga zodagonlarni yiqqan. Boyaqish Per Bezuxovni ham Elen degan bir zaharli ilon bilan tanishtirib qo'ygan. Hey, ovqatingni olib kel. Xo'p, dadasi. Osh bo'lsin, bolam. O'qing. Kichkina kinaginadan keyin ko'p vaqt o'tmay barvasta sochi olingan o'sha zamonni rasm rusumiga ko'ra oqshim ko'kragi burma ko'ylak jigarrang frak kiygan ko'zoynakli bir yigit kirib keldi. Bu jussali yigit Yekaterina zamonining mashhur qo'ralaridan hozir Moskvada o'lim to'shagida yotgan g'ayriqonuniy o'g'li edi.
Qalaysan? Yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, muncha xursand ko'rinasan? Algebrani qildingmi? Va Voy, bilasan yo'q. bugunchi? Hozir to'xtab tur. Bilasanmi? Bugun kim ekan? Bizdan Omer ekan. Bitta yarimta ish pishganda. Ha, bo'lishi mumkin. Rashid ko'rmadingmi bugun? Yo'q, nima edi? Shu sal g'alati bola-da. Yo'q-e. Do'dirroq. Voy, Ya, nima bo'ldi? yuragim Zubayra? to'xtab qoldi. Darsga kech qolamiz. Yur. Zubayra. Hazırlashma. Ketdik. Yaxshimisilar? Qizlar. Ey, to'xta. Qara, qotib qoldi. Voy. Voy, tavba. Ey, jinni, yur ketdik. Yaxshimisan? Zo'r. Yomon urding-ku. Men bu yoqqa, sen bu yoqqa. Bolalar, mo'ylov kelyapti. Hurmat! Assalomu alaykum, hurmatli ustoz! O'tiring. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. O'tir. Xo'sh. Bugun navbatdagi nazorat Uy. ishi. Nurmonov. Hey, Partangni bu yoqqa sur. hop. Shu yergam? Yo, bu yoqqa. Ustoz, nega Nig'monov alohida o'tiribdi? Nimaga endi alohida o'tirarkan? O'tirsin. Biz bilan o'tirsin. Ustoz. Qurollar topshirilsin. Ustoz, tashqariga chiqib kelsam maylimi? Qornim og'riyapti. Aldama. Yo'q, aldamayman. G'ulomov. Tur. Telefoning qani? Ana. Jiriklayapti-yu. Ya, o'tir qizim, o'tir.
Qani jim. Jim bo'lsan, jim uchib ketadi. Urush bo'ladi-yu. Yoki qishloqni suv bosadi-yu. Nimaga Mamat aka? Chap qovog'im uchyapti. Tug'ilganingdan beri chap qovog'ing uchadi-ku. Lutfullani chaqirish kerak. Lutfulla aka! Lutfulla aka! Tezroq chiqing! Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Och. Arilarni qaranglar. Kellaring. Ke. Qani? Tez bo'laring. Ha. Bizchi? Pirimqulota, o'zi nimani kutyapmiz? Sen aralashma bolam. Bunga o'xshash voqea 1976-yilda AQShda Arizona shtatida yuz bergan. Padariga la'nat. Pirimqulota? Voydod! Sho'rim qurib qoldi-ku. Voydod! Endi nima qilaman? Yana nima bo'ldi? Ana padarlarda asalarilar meni arilarimdan qo'shib birga qochib ketdi. Bironta asalarim qolmadi. Ana! Axir asalga katta buyurtma olganman. Endi nima qilaman? Ota, nima qilaman? Amerikada Miami shtatida 1976-yil xuddi mana shunaqangi voqea bo'lgan edi. Arizona shtatida emasmidi? Kattalarning gapiga aralashma bolam. Men nima qilay? Sen kechirim so'ra. Kimdan? Asalaridan. Asalaridan? Ha. Qo'ysangizchi. Men kimsan? Lutfulla, biznesmen. Hali biron bir odamdan kechirim so'ramagan odam. Kelib baliki kapeyka asalaridan kechirim so'raymanmi? Ha? So'raysan kerak bo'lganda ekan, so'ra. Ha, bo'pti. Kechir. Ikkinchi buni qilmaymiz. Kechir. Bizdan o'tibdi. Ya, qaytmadi-ku. Unda sen uchun men so'rab ko'raymi? So'rang. Asal arilar. Mana bu Lutfulla. Hassiz, kapeyka odam, hech kimga yaxshilik qilmagan. Sizlardan uzr so'ramoqchi, to'g'rimi? To'g'ri. Kechira qolinglar, ukalar. Iltimos. Asalini yarmini bizga bermoqchi. Ha. Kechiringlar. Ya. Voy. Qaytdi. Ey! Rahmat sizga Pirimqulota.
Oy. Obbo. Mana 5,000. Mana? Oh, señorita, buenos días. Isidoro, Cavarubio de las Lanas. Piramidón de la Flu. Achchiq ekan-u. Oo, Rashid. Wow. Toming ketdimi? Ma. Rahmat. Rashid jini bo'lib qopti. Shu yerda to'xtagani yaxshi bo'ldi. U yog'iga o'zim ketaman. Men qishloqda yashamayman. Buvim shahar eng chiroyli qizi bo'lgan. Turmushga chiqqandan keyin bobom orqasidan qishloqqa kelgan. Bu o'tgan asrni gapi. Shaharda shunday kasalxonada yaxshi ishlab yurgandingiz, siz bo'lsangiz, Qishloqda ham odamlar kasal bo'ladi. bolalar, endi yangi masala echamiz. Diqqat bilan eshitinglar. Hasan, to'g'ri o'tir. Demak, Sodiqda 8 ta olma bor edi. 4 tasini Erkinga berdi. Qani kim javob beradi? Sodiqda nechta olma qoldi? Yaxshilab o'ylab javob beringlar. Xo'sh, nechta qoldi? Rashid? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bardam bo'ling aka. Shu sho'rimiz quridi. Voy jigarim, voy jigarim. Ey, dadam o'ldimi? Oyim o'ldimi? Buvimmi? Bobom o'ldimi? Bo'lmasa kim o'ldi?
Lutful akani qizi Nigora. Yoshligida sizni sevgan ekan. Sizni kuta sog'inib o'libdi. Gul edim, bulbulimdan ayirdi. Qush edim, qanotimni sindirdi deb xat yozib ketibdi. Otasini esi kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Ana kelyapti. Odam ekansan-ku, a? Men seni tuppa-tuzuk odam deb yursam. Assalomu alaykum. Qanaqa bo'lding deb. Assalomu alaykum, Lutful aka. Endi umuman ko'zim ko'rinmadi, tushundingmi? Haligi bandalik. Odam bunaqa Ana, bo'lmaydi, tushundingmi? aytdim-ku. Menga qara. Boshda va'da qanaqa bo'lgan edi? Va'da berdingmi? Erkakmisan? Uni ustidan Qani, tilovat qilib yuboring aka. Ha. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora opa, mana akam Toshkentdan keldi. Oliy ma'lumotli doktor. Assalomu alaykum. Rashid! Hay! Ne uras aka? Ha! O'riyapti. Uni qo'ying, Nigora opa sizga yoqdimi, yo'qmi? Bu umr savdosi aytavering. Hurmat! Assalomu alaykum ustoz. O'tiringlar. Nazorat ishlarini tekshirib chiqdim. Nug'manov. Men 5. Qolganlarga esa 1. 2ga ham arzimaydi. Basharang qursin. nima? Nega u 5 biz bir baho oldik? Nimaga deganda Boltaboyeva. Eplab ko'chirish kerak. Dilshoda Rashidga oynani uzatdi. U bo'lsa oynani ushlab turdi. Keyin sizlar payta va quloqlar oynadagi aksini ko'chirgansizlar. Mana. Rahmat. Oyi, Voy bolam, Bolam, shaharda yaxshi o'tib keldingmi? ketibsan-ku. bu Assalomu alaykum dada. Kamol. Turmang. Keke bolam. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Qalaysan? Yaxshi. Rahmat. Tinchlikmi dada? Ha, tinchlik. Zoirjon. Oying kasal. Albatta sog'ayib ketadi. Oyim olgan. Aldamen. Dilshoda yaxshi. Zubayra ham bo'ladi. Rashid qaysi birini tanlading? Bilmadim. O'zim ham boshim qotgan. Men futbolni yaxshi ko'raman. Cristiano Ronaldoga o'xshayman. Real Madridda o'yini zo'r. Kim bor? Hozir ketyapman. Voy, olib kelinglar. Qo'y. Yashang, rahmat.
Ozdiradigan mashina. Nech pul ekan? 5 million 875 ming. Bizni ham haqqimiz ketgan. Ha? Yoting aka. O ana u Safaralining qizi. Ruzvongul bo'lmaydi. Ana u g'ilayrog'i Oybodoq. Ya, u ham bo'lmaydi. Ana u kim ekan? Lutfullaning qizi-ku. Nigora. Husniga gap yo'q. Bolam bo'lmaydi. Soy soyga oqar, boy boyga boqar, bolam. Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. Gap qaytarma menga. Erkatoy. O, Siz ishlaringiz qalay? Yag'i. Sizda ham bordir, ha? Oy. Uy! Hujjasiz chaqilayotgan abonent vaqtinchalik uzatib berila olmaydi.
Yaxshimisan bolam? Nima qilib tursan katta yo'lda? Qaqqayib turyapsan yaramur ustiga. Nima qilasan bu yerda? Assalomu alaykum. Va alaykum. Ota. Sen qoluvding endi. Hop. Bar. Menga qara, kim bolasisan? U Mamrasul akani bolasi. Nima? O'zing gapira olmaysanmi? Tiling yo'q. Balkim u soqovdir. Oh. Yaxshi. Telefoningni berib tur. Bermayman. Ber telefonimni. Voy. Ay. O, nega urasan o'rtog'imni? Ay, yomordi. Battar bo'l. Voy. Ipini uzvoribsan-ku. Rashid, o'ldirib qo'yibsan-ku. Uchalamiz o'ldirdik. Qo'shnilar. Arslan, qayerdasan yer yutkur? Biyron xola, topilib qolar o'g'lingiz. Birinchi marta emas-ku yo'qolishi. Omonjon, 3 kundan beri uyiga kelmaydi. Ish qilib tirikmikin-a? Juda qiynalib ketdim bolam. Uydagi bor narsani sotib tugatdi. Omonjon, shuni qamab qo'y. Qiylanib ketdim. 18 ga kirganmi? Qishda kiradi. Qamab qo'ysang, ko'zi ochilib odam bo'larmidi deyman-da bolam. Bu yerda odam bo'lmagan qamoqda odam bo'larmidi? Biyron xola, men boray 2 soatdan beri qidirib yuribmiz. Ishlarim bor. O'g'lingizni ko'rsam o'zim gaplashib qo'yarman. Mayli, bor. Hoy Arslan! Qayerdasan omon bugur? Hey. Ha? Ya. Buva, men odam o'ldirib qo'ydim. Nima bo'ldi? Dada, men odam o'ldirdim. Kimmi? Anovi, Biyron xola o'g'li Arslonni. Arslan, qayt. Iya. Hovara yuribdi-ku. Voy. Shu tirmizayni gapga hadeb ishonavermay, xo'pmi? Nima qarasan menga? Gadayman
Siz ham aralashmang. Bo'l. Hop, Bu bola hech qachon odam bo'lmaydi. Buni bobosi Qoplonbeyni yaxshi tanirdim. O'g'ri, muttaham, qaroqchi edi. Menga ham gap otgan. Siz bilmaysiz. Voy. Orif aka, Dilora, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Otang Alimqul aka yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Orif aka, sizda gapim bor edi. Meni ham gapim bor edi. Shu o'g'lingiz Zoirjon tanaffusga chiqmaydi, bolalar bilan gaplashmaydi, o'ynamaydi. Uni doktorga ko'rsatish kerakmidi? Yo'q, doktor kerak emas. Menga yerga teg. Nima? Bolaga ona kerak. Uyalmaysizmi? Beva qolganimga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Qo'ysangizchi. Ering boyir endi qaytib kelmaydi. Odam desam. Bolaga esa ona kerak. Uxlaganda ham seni otingni aytib chiqadi. Tushunsanchi axir? Muhtaram mash'al muxlislari, hozir e'tiboringizga Shohsanam Abdullayeva ijrosidagi Choy ichasanmi? havola etamiz. Marhamat, tinglang. Kim bor? Assalomu alaykum. Ha, otaxon, qalaysiz? Malades. Yaxshimisan? Nima o'tiribsan? Dada, sizni oyim chaqiryaptilar. Bora qoling. Tinchlikmi? Endi umr savdosi. Kerak emas ekanmi? Hormaylar. Keling. Assalomu alaykum. Dadam sizni ertalabdan beri poylab o'tiribdilar. Lutfullari gapi bor ekan menda, dada. Bola bo'lmay, har narsa bo'lay. Shoshmay tur, gap bor. Nima bu? Asal. Gap bor. Alo. Hozir chiqaman.
100 ota mozoridagi qo'ziqorinni kim yesa, duduqligi ketadi. Rostdanmi? Ha? Purim qiloti aytdi. Voy. Rashid, qo'y jo'ra bormaylik. Hazillashgandi. Endi aytasanmi? Kep qo'y bo'ldi-ku, yurlaring. Kech bo'lganda xo'roz nima qilyapti? Pishti. Tovuqku? Rashid, ne turib qolding? Qoch! Rashid! Mana. Voy, bu Maryam xolani echkisi-ku Soqolvoy. Qo'ziqorni ham olibdi. Ha? Nima bo'ldi? Iya, siyib qo'yibsan-ku. Hech kimga aytmaymiz o'rtoq, xafa bo'lma, ketdik. Yürü. Yur. Ha? Osh. Ha? Hey! Hey!
Kiravering, Assalomu kiravering, alaykum. sekin. Keling. Shunday, shunday. O'tiring. Endi do'ppini yechamiz. Boshingiz og'rimayaptimi? Aylanmayaptimi? Ravshan aka, operatsiya qilamizmi? Zelenka surib qo'y. Assalomu alaykum. Pirimqul ota, nima bo'ldi? Asalari chaqib oldi. Achishyapti. Krasavitsa. Nima shikoyatingiz bor? Shikoyatim yo'q. Bugundan boshlab shu yerda ishlayman. Mayli. Men boray. Mama Rasul. Uyingga kirsam yo'qsan. 1 soatdan beri seni izlab yuribman. Qo'lingni ber. Qo'ysa. Seni nima qiynayapti? Yo, nima darding bor? Hech narsa. Hammani aldasang ham meni alda olmaysan. O'zimcha Toshkentni zabt etaman deb borgandim. O'qishni bitirganimdan keyin mansabketdan quvladim. U kreslodan, bu kreslo, bu kreslodan, u kreslo. Oxir oqibat ketimga shunaqangi tepishdi-ki, yana uchib o'zimni qishlog'imga tushdim. Mana endi kimman? Hech kim. Mama Rasul. Nima? Qara. Sen 20 yil oldin uyingdagi bor bo'yoqlarning suratlarini yoqib yuborganding, ahmoq. Mana, bir xalta bo'yoq olib keldim. Sen chizishing kerak. Endi qo'limdan kelmaydi. Chiza olmayman. Nega chiza olmaysan? Axir sen rassomsan-ku. Chiza olmayman. Endi kech. Hoy, to'xta. To'xta. Hoy, menga qara. Ataylab seni deb kutubxonaga borib topib o'qidim. Gogin degan rassom ham 40 dan keyin chizgan ekan. U juda ham iste'dodli, baxtli yashagan ekan. Ana o'sha Gogin, bilasanmi? Men uni topib o'qidim. Gogin. U Gagin, bilasanmi Gagin? Men kimman? Hech kim. Ey yaramas qishlaqi. Sen o'lib qolsang men nima qilaman? Rashid, nimaga odamlar uchmaydi? Insoniyat o'z mushaklariga tayanib emas, aqliga tayanib uchadi. Buni kim aytgan? Zhukovskiy. Rashid, kompyutermisan? Buvim har kuni kitob o'qitadi. Miyam achib ketgan. Men Madridga boraman. Ronaldo meni akam.
Dada, Hop. mashinada yurmayapsizmi? Yo'q. Zubayra, bekor shu ish qilyapmiz. Hey Dilshoda, nimaga qo'rqasan? Hammasi yaxshi bo'ladi dedim-ku. Mayli. Tur, kelsa aytasan, xo'pmi? Boshla. Suzishni bilmayman. Subayra, hozir ketyapman. Voy, suvga tushma. Ha! Dilshoda! Cho'kaman! Senga! Hozir! Voy. Nafas olmayapti. Qochib turchi. Yurak uryapti. Uy! Qorni bilan yotqiz. O'gir, boshini pastga qil. Suv chiqib ketadi. Voy. Ana suv chiqyapti. Ne urasan? Çok ketganda nima bo'lardi? Hozir bitta uraman. Jinnivoy. Hech kimga aytma. Rashid, ikkalamizdan qay birimizni qulog'ini tishlaysan? Voy Zubayra, jinnimisan? Voy. Hanma bobda hech kim yo'q-ku, aytaver. Meni qulog'imni tishlash shart emas. Nimaga? Meni yuragim
kasal. Yaqinda operatsiya bo'laman. Yaxshi qolinglar. Tozalashdim. To'xta, Dilshoda. Yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman. So'zingdek so'zlari dono borligiga ishonmasman. Yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman. So'zingdek so'zlari dono borligiga ishonmasman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiring, olib borib qo'yaman. Yo'q, o'zim yetib olaman. Xo'p, mayli. Xayr. Avtobus kelmadi. Ketaveraymi? Mayli, ketdik. Rahmat. Men kutib turaman. Obbo. O'tir. Xo'sh, olmaysanmi nokni? Olma. Ha? Ayyo, shu narsa. Nok yeysizmi? Yo'q, yemayman. Rahmat. Xola, oyim qachon keladi? Kechqurun. Sizni qizingiz emasmi? Yo'q, opamni qizi. Seni oting nima qizcha? Tojigul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey bolalar, bu yerda nima qilib turibsizlar? Nima? Tur bo'lmaydimi? Uylarga boringlar. Kech bo'ldi. Voy. Uylarga boringlar. Alo. Ha, ojon. Hop, hop. Hop, hozir boraman. Hop. Nokia bu 16 gigabaytli. Qani? Yo'q, buzib qo'yasan. Voy.
iPhone 5s 32 gigabaytli A7 protsessor iOS 7 da ishlaydi. Qani? Ya. Sendachi? Ya. Ko'rsating. Ko'raylik. Wow. Samsung Tab BB 128 gigabayt. WhatsApp, Viber, Telegram, okey. Zo'r. Kamol. Chaqirdingizmi? Menga qara. Chaqmoq qishlog'lik Mastura xolani atala ichib mazasi qochib qolibdi. Tez yo'lga chiqinglar. Sizchi? O'zingdan katta gapirganda xo'p de, bola. Hop. Sen nima qilib turibsan? Bor. Nigora, Ho, sovchilar kelyaptimi? yo'q. Shu yerda to'xtating. Xo'p, bo'ladi. Nigora, bugun sizga. Nimaga? Bugun tug'ilgan kuningiz-ku. Voy. Esimdan ham chiqib ketibdi. Siz qayerdan bildingiz? Ota aka aytdi. Rahmat. Kelyapti. O'zing gapir. Men qishloqda yashamayman. Anvar menga sovchi qo'ydi. Men rozi bo'ldim. Faqat xafa bo'lma. Tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Qo'sha qaranglar. Kamol, bizdan xafa bo'ldingmi? Atat! Bolalarim, Qara, bugun aka. tabarruk buvlaringni tug'ilgan kuni. Xudoga shukr, 76 ga chiqibdilar. 76 emas, 74. 74 yoshni qoraladilar. Ha, oyijon, tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat Yuzga bo'ling. kiring oyijon. Shuning uchun bolalarim, bu tug'ilgan kunda bu uyda aroq ichish
vino ichish Yo'q, dada, unaqa narsalar umuman bo'lmaydi. Pelani uzat, pelani. Ovqatdan olinglar. Biz faqat choy ichamiz. Xo'p. Mana choy ichamiz. Oling. Ovqatga qaranglar. Hay, ne kulasan? Choy. Hamdam. Abdulla. Oyi. Ha? Ertaga sovchilar keladi. Jonga tegib ketdi-ku bu sovchilar. Xandon pista ham qolmadi uyda. Urf odat. Yana kimdan keladi? Ha endi narigi mahalladan Matyoqub o'g'li. Kim? Parpi. Ikkinchisi Mama Rasulli katta o'g'li. Kim dedingiz? Faxriddinmi? Tursunboymidi? Turg'unmidi? Kamol. Ya. Nigora? U Dolixovning yuzi oqarib ketganini ko'rdi. Dolixov o'ladimi? Buvi, Dolixov o'ladimi yo'qmi men bilmayman. Miyamni atalash chiqib ketdi. Aljiriydigan bo'lib qolyapman. Hindistonning ulug' qizi Indira Gandhi koinot uying ostonasidan boshlanadi. Agar o'sha yerda tugasa, undan yomoni yo'q degan. Dono kampirsho bo'lgan ekan. Choy ber. Hozir. Mayli. Men uxlayman buvi. Sen uxlang. Bor. Mayli, bor qol. Oyi? Kim bor? Kim u? Voy biz. Sizlar yetishmay turdinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Ostonangizni supurgani keldik. To'rga chiqinglar. Esonmisiz, omonmisiz? Rahmat, Uydagilar rahmat. yaxshimi? Oy, o'zim o'rgilay. Mulakam yaxshimilar? Uydagilar yaxshimi? Keldi-ketdilar bilan qiynalmayapsizmi? Oyjon, dadam chaqiryaptilar. Uzr. Qizim, choy olib kel. Voy. Qo'y joyiga. Hay qizim. Biz bu yerdamiz. Voy, yurtdamishlar. Assalomu alaykum.
Qizim, oyog'ingizga nima qilgan? Oyog'im yo'q. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Oy, 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 oy. Asal yaxshimisan? Kech qoldikmi? Assalomu alaykum. Kech qolishingga ozgina qoldi. Kech qoldik deb yuragim chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Ne kech qolasan? Atayin. Mayli. Bu senga. Bu sizga. Voy. Rahmat. Yetdikmi? Qani yuring ketdik. Ana ular kim? Zavra ammam. Sobira xolam. Karomat kenayim. 2 metr yaqinlashmang. Tushunarli. Yashasin shpionlar. Durafşaningga sallam Ko'zim shabnam to'kar gulbar Gihandoningga sallam Jamolin sab qasidat Trayxoningga sallam Uzoqning bog' jannatdur Gulistoningga sallam Bolalar, Zoirjon kelmadimi bugun? U Toshkentga ko'chib ketibdi. U boshqa bu maktabga kelmas ekan. Orif aka qani? Bekat tomonga ketdi. Zoirjon, Yaxshimisan? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zoirjon, bu senga. Rahmat. Yo'l bo'lsin. Toshkentga. Onam betob.
Singlimnikiga tashlab kelmoqchiman. Mayli. O'zingiz bilasiz. Omon bo'lgin, Zoirjon. Yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman. So'zingdek so'zlari dono borligiga ishonmasman. Yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman. So'zingdek so'zlari dono borligiga ishonmasman. Sochingdan tarqalur anbar desam kamlik qilur dilbar. Sochingdan tarqalur anbar desam kamlik qilur dilbar. Bo'yingdek bo'ylari Rashid! Qayerdasan? Dilshoda! Dilshoda! Bo'yingdek bo'ylari zebo borligiga ishonmasman. Zubayra, menga bir narsa bo'lsa, Rashidni xafa qilmagin. Iltimos. Seningdek bulbuli go'yo borligiga ishonmasman. Seningdek bulbuli go'yo borligiga ishonmasman. Seningdek bulbuli go'yo borligiga ishonmasman. Adoying ko'p, fidoying ko'p, shaydoying ko'pdur dunyoda. Senga mendek biror shaydo borligiga ishonmasman. Senga mendek biror shaydo borligiga ishonmasman. Yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman. Borligiga ishonmasman. Borligiga ishonmasman.
O'ldiraman. Qo'l qo'y. Arslan! Arslan! Bolam! Bolam! kelin boshi ibo bilan kelibdi, kuyov ko'ra yuragiga shifo bilan kelibdi. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan kiromaylab himo bilan kelibdi, 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 himo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, himo bilan kelibdi. To'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda, to'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda. Go'yotinda quyosh chiqib ziyo bilan kelibdi, nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shibdi. Andisha-yu odob degan sarpo bilan kelibdi, 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 sarpo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Uzuk ko'z solgan misol kuyov bola yonida, go'yo kuyov tohir bo'lib Zuhro bilan kelibdi. Sevgi baxtin ko'z ko'z yetar, ko'z tegmasin baxtiga. Sevgi baxtin ko'z ko'z yetar, ko'z tegmasin baxtiga. Boshiga baxt qushi qo'nib humo bilan kelib, qani ket. Hadi, o'tirib bo'lsa keling. Qani keling. Nazokatda qadingiz naqliga taqsin o'qir shamshod. Magar qobi giramning hurridan dunyoga kelgansiz. Rashid, operatsiya tugaganiga qancha bo'ldi?
10 soat. Allo. Dilshoda! Qalaysan? Dilshoda qilyapti. Qaysi oyna? Ana Dilshoda! Dilshoda! Yaxshimisan? Qo'rqitib yubording-ku. Nima yig'layapsan, Rashid? Har bahor yo'lingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakda asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman rayhonni tebratsa shamollar gullarga beraman savollar kechiring ey sohib jamollar kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman yozda ham kuzda ham qishda ham kutaman kelmasang